Assalomu alaykum. Xorazm diyor kanal obunachilar. Xudo xolasa bugungi videomiz stollar uzatadigan stanok sotiladi. Manzil Bog'ot tumanida joylashgan. Asamatda. Bu texnika ko'p ishlanmagan ekan. 6 oy ishlangan ekan bu texnika. Ko'p ishlanmagan. Buni holatlarni ham ko'rsatib o'tadi. Hamma joyi yaxshi. Buni endi ishlatib yurgan insonlar buni texnika tushunib oladi o'zi. Hamma joyi ishlab turibdi. Yine görünüşü. Razmerlar ham bayna o'lchov chizilgan edi. Shuna moslab ustalar o'zlari tushunib oladi buni. Hamma joy ishlab turibdi, zo'r. O'zlari bo'lgan shu 6 oy ishlatgan ekanlar. Buni ustida display chizilgan razmerlari belgilanib turibdi. Hurmatli obunachilar, bundan keladigan bo'lsak, 17 million deydilar. 17 milliondan kelishdi beraman Diyarbakırda. Telefonlashaverasizlar bemalol dedi. Ekranda shu telefon raqamlarini yozib qoldiramiz. Egasini, xudo xolasa telefonlashib, manzilni so'rab, kelasizlar. Texnikani stanokda ko'rasizlar, kelasizlar ustunda savdolashib olaverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.